Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun shu hukmni mulkiy undirishlar to'g'risidagi qisma ijrosini ta'minlash bo'yicha bobni o'tamiz. Mana 290-modda eng katta jinoyat ishini yuritishdagi eng muhim boblardan biri hisoblanadi. Chunki har bir jinoyat ishining yakuni bo'yicha albatta mulkiy manfaat yotadi, ya'ni yetkazilgan ziyonni qoplanish sharti yoki bo'lmasa jinoyat ya'ni ma'lum bir mulk bilan bog'liq dalillarni davlat foydasiga o'tkazish masalasi yotibdi. Shu sabab bunga alohida e'tibor qaratasizlar. Xo'p, 290-modda mol-mulkni xatlash asoslari va tartibi bu o'sha jazoni ijro qilish yoki sud hujjatlari ijrosini ta'minlash bilan bog'liq masala bilan bog'liq emas. Bu o'sha jinoyat ishi doirasida hukm e'lon bo'lgan davrda mol-mulkni yo'qolib ketmasligini yoki fuqaroviy da'voni ta'minlash masalasida xatlashni tartibga keltiradi. Ya'ni xatlandi degani bu davlat foydasiga o'tkazildi degani emas. Bu faqatgina vaqtinchalik majburlov chora sifatida qo'llanilishi nazarda tutilgan holat hisoblanadi. Mana 290-modda. Mana birinchi qismiga e'tibor berasizlar. Hukmning fuqaroviy da'voga va boshqa mulkiy undirishlarga doir qismining ijrosini ta'minlash deyilyapti. Ya'ni fuqaroviy da'vo nima bo'lishi mumkin? O'sha oldingi darslarimizda o'tganmiz. Fuqaroviy da'vo ya'ni unga nisbatan ziyon yetkazilgan taqdirda yoki bo'lmasam o'sha 275-moddada keltirilgan asoslar bo'lganda da'vo qo'zg'atilishi mumkin va boshqa mulkiy undirishlar deganda o'sha jabrlanuvchiga yetkazilgan zararlar nazarda tutilyapti va boshqa sizlar bilan hali jinoyat prosessidagi xarajatlar mavzusini ham o'tamiz. O'shandagi mulkiy undirishlar masalasi ham o'z ichiga olyapti. Bu mulkiy undirishlar, ya'ni boshqa mulkiy undirishlar degan so'z. Shularni ijrosini ta'minlash, ya'ni hukm chiqqandan keyin fuqaroviy da'vodan kelib chiqilgan pullarni oldindan ta'minlash uchun biz xatlab qo'yamiz. Xo'p, surishtiruvchi tergov sud gumon qilinuvchi ayblanuvchi sudlanishi va fuqaroviy javobgarning mol-mulkini xatlashi shart deyilyapti. E'tiborga olasizlar, mol-mulkni xatlash demak faqatgina jinoyat sodir etgan shaxs yoki bo'lmasam fuqaroviy javobgarning mol-mulkiga nisbatan tatbiq qilinadi. Endi ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan mol-mulkning o'zlashtirishning, xarj qilib yuborishning, yashirishning, yo'q qilib tashlashning yoki shikastni oldini olish maqsadida ushbu mol-mulkdan xatlanadi. Demak, bu yerda e'tiborga olamiz, fuqaroviy da'voni ta'minlash uchun har qanday mol-mulkni xatlashimiz mumkin. Faqatgina o'sha qiymatga doir qiymatga to'g'ri kelishi kerak. Lekin ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan taqdirda, ya'ni jinoyatga aloqador bo'lgan dalil deb topganimizda har qanday mol-mulkni xatlashimiz mumkin, agar bizda yetarlicha asos bo'lsa, ya'ni u o'zlashtirib ketilishi yoki ishlatib yuborilishi yoki yashirilishi yoki yo'q qilib yuborilishi. Odatda o'sha sizlar biladigan mashinalar xatlab qo'yiladi, uylar xatlab qo'yiladi, mashinalarni o'sha xalq tilida aytilganda shtrafstoyankaga, ya'ni jarima maydonchasiga qo'yiladi. Ya'ni u kelgusida yo'q qilib yuborilishi mumkin, agar u biror bir jinoyat ishi doirasida ashyoviy dalil deb topilgan bo'lsa. Xo'p, endi shu maqsadda tergovchi yoki surishtiruvni gumon qilinuvchi ayblanuvchi fuqaroviy javobgarning mol-mulkni xatlash haqida iltimosnoma qo'zg'atish to'g'risida qaror chiqarib, unda mazkur harakatni o'tkazish asoslarini bayon etadi. Demak, tergovchi surishtiruvchi bunda faqatgina iltimosnoma qo'zg'ata oladi xolos. 290-moddani 2025-yil bu yanvarda o'zgartirish kiritildi, ya'ni oldin tergov surishtiruvchilarda huquq bor edi. Afsuski 290, ya'ni xatlashning sanksiya berish vakolati sudga o'tkazildi. Shu sabab bu yerda iltimosnoma qo'zg'atish nazarda tutilyapti xolos. Endi 290-moddaning 3-qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda
gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi fuqaroviy javobgar oilasining normal turmushini ta'minlash uchun zarur bo'lgan uy-joy, kvartira, uy anjomlari, jihozlari, kiyim va boshqa buyumlar xatlanmasligi keltirib o'tilmoqda. Bu yerda e'tiborga olasizlar, ya'ni hozir bir daqiqa. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan, ya'ni normal turmush sharoitini ta'minlashga nimalar kirishi, bu Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlanyapti. Ushbu holatda o'sha bitta uy, bitta kvartira yoki anjomlar, faqat bir mahal qozon, qoshiq, shular nazarda tutilyapti. Kiyim va boshqa buyumlar deb o'sha normal turmush uchun kerak bo'ladigan nimalar. Kiyimlar faqatgina bitta kiyim nazarda tutilyapti, xolos. Qishki bitta kiyim, yozgi bitta kiyim nazarda tutilyapti, xolos. Bu bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, ссылка tashlab qo'yaman, ya'ni aynan o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori. Endi e'tiborga olasizlar, uy-joy deb nazarda tutilyapti. Bu faqatgina o'sha yashayotgan uy-joy nazarda tutilyapti. Agar shaxsning 2 ta yoki 3 ta uyi bo'ladigan taqdirda faqatgina uning yashab turgan uyiga tatbiq qilinmaydi, xolos. Qolgan uylar albatta xatlanishi shart, agar bu fuqaroviy da'voga, ya'ni 290-moddaning 1-qismida nazarda tutilgan holatlar mavjud bo'lsa. Endi 3-qismiga e'tiborga olamiz. Turar joylar yoki yashash uchun mo'ljallanmagan joylar mulk shaklidan qat'iy nazar deyilyapti. Davlatga xoinlik qilish, Konstitutsiyaviy tuzumga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga qo'poruvchilik jinoyatlari sodir etish uchun foydalanilgan deyilmoqda. Hozir bir daqiqa. Video ko'rinmayaptimi? Hozir bizda video ko'rinmoqda. Ya'ni boshqa nimadan kirganimda ham ko'rinyapti bu video. Aloqa bilan bog'liq muammoni o'zingiz bilan bog'liq bo'lgan muammoni yana qayta ko'rsangiz bo'lardi. Umumiy holatda ko'rinyapti. Hop. Davom etamiz. Turar joylar yoki yashash uchun o'sha mo'ljallanmagan mulk shaklidan qat'iy nazar davlatga xoinlik qilish, Konstitutsiyaviy tuzumga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga tajovuz qilish, terrorizm, qo'poruvchilik jinoyatlar sodir etishda foydalanilgan joylar, turar joy, yashash uchun mo'ljallanmagan joylar xatlanilishi belgilanmoqda. Endi bu yerda 290-modda 3-qismida yana aytilyapti, bu jinoyatlar qasddan odam o'ldirish, bosqinchilik, talonchilik yoki boshqa og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar bilan bog'liq bo'lgan hollarda xatlanadi deyilmoqda. Bu yerda e'tiborga olasizlar. Qasddan odam o'ldirish jinoyati bilan bog'liq holatda uy-joy xatlanadi degan xulosa kelib chiqmasin. Faqatgina asosiy jinoyatlar, bu o'sha davlatga xoinlik qilish, ushbu belgilangan jinoyatlar bo'lishi kerak va bu jinoyatlar bilan birga mana bu jinoyatlar ham birga sodir etilgan taqdirda deyilyapti. Ya'ni yoki birinchi holat yoki ikkita jinoyatlar, ikkita turdagi jinoyatlar bir paytda sodir etilgan taqdirda deyilyapti. Mana misol, shaxs qasddan odam o'ldirdi. Bu prezidentga tajovuz ham emas, terrorizm, qo'poruvchilik ham emas, xoinlik ham emas, xolos oddiygina qasddan odam o'ldirdi yo bosqinchilik jinoyatini sodir etdi. Bu holatda 290-moddaning 2-qismi ishga tushib ketadi, ya'ni xatlanmaydi. Endi agar bu prezidentga tajovuz qilish jinoyatini sodir etishda foydalanib, ya'ni bir qismi sifatida ma'lum bir shaxsni o'ldirish yoki bosqinchilik yoki talonchilik qilish bo'lsa, ya'ni bir bosqichi sifatida olinadigan bo'lsa, bu joylar xatlanadi. Bu yerda e'tiborga olamiz, foydalanilgan bo'lishi lozim shu uylar va bu yerda e'tiborga olasizlar, turar joy yoki yashash uchun mo'ljallanmagan joylar. Bu o'sha noturar joy deyilgan, nazarda tutilmoqda, turar yoki noturar. Endi mulk shaklidan qat'iy nazar, bu qaysi subyektga tegishli, yuridik va jismoniy shaxsga tegishlimi?
bu yerda bu asosiy rol o'ynamaydi, faqatgina o'sha foydalanilishi va davlatga xoinlik qilish va belgilangan o'sha konstitutsion tuzumga qarshi jinoyatlarda foydalanilgan bo'lishi shart. Ovozni tekshirib olamiz. Ovozim eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti ustoz hammasi. Rahmat. Hop, 293-moddani davom etamiz. 4-qismi xatlash mulkdorga yoki mol-mulkning egasiga mol-mulkni tasarruf qilish zarur holatlarda esa undan foydalanishga man etilganligini e'lon qilishdan yoxud mol-mulkni tortib olishdan va uni saqlab turish uchun boshqa shaxslarga topshirishdan iborat. Endi xatlash o'sha mana mol-mulkni tasarruf qilish deganda uni sotish yoki biror bir shaxsga hadya qilish, ya'ni mulk shaklini o'zgartirish nazarda tutilyapti. Ya'ni tasarruf etishini biz cheklaganimizda foydalanishi mumkin, lekin tasarruf etolmaydi, sotolmaydi, hadya qilolmaydi. Endi zarur hollatlarda deyilyapti, yo'qolishini oldini olish yoki shikastlanishi oldini olish maqsadida undan foydalanishni ham man qilishimiz mumkin deyilyapti. Ya'ni undan foydalana olmaydi. Ya'ni uyda turishi mumkin, lekin foydalanishni biz cheklab qo'yamiz. Ya'ni yana yoxud mol-mulkni tortib olish va uni saqlab turish uchun boshqa shaxslarga topshirishdan iborat deyilyapti. Mol-mulkni ya'ni biz tasarruf etishni ham cheklaymiz, foydalanishni ham cheklaymiz va uni tortib olib saqlashda ma'lum bir o'sha 21-74 yo'riqnomada belgilangan tartibda dalillarni saqlashga biz topshiramiz ma'lum yuridik va yoki jismoniy shaxsga. Xo'p, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, tergovchining yoki surishtiruv mol-mulkni xatlash to'g'risida iltimosnoma ko'rsatish haqidagi qarori zarur materiallar ilova qilinadi. Zarur materiallar deganda, ya'ni aynan qaysi fuqaroviy da'voni undirish uchun, qaysi narxdagi, nima uchun ushbu mol-mulk xatlanishi kerak yoki bo'lmasam 290-moddaning ikkinchi gapida ketgan qaysi asoslar bilan mol-mulk o'zlashtirish yoki xarj qilib yorish yoki yashirish yoki yo'q qilib yuborish yoki shikastlanishi haqidagi bir shubha bor, shu xavf bor, shularni asoslantiruvchi hujjatlar nazarda tutilmoqda. Xo'p, iltimosnoma ko'rsatish qarori va zarur materiallar prokurorga yuboriladi. Ya'ni birinchi iltimosnoma ko'rsatamiz va prokurorga yuboramiz. Prokuror uni tekshirib, rozilik bildirsa, qarorni tasdiqlab, uni sudga yuboradi agar rozi bo'lgan taqdirda. Endi keyingi qismida o'tsak, kechiktirib bo'lmaydigan hollarda mol-mulkni xatlash sudning roziligisiz tergovchi yoki surishtiruvchining qarori asosida amalga oshirilishi mumkin, lekin keyinchalik sud hamda prokuror qaror va bayonnoma ko'chirma nusxalari ilova qilingan holda 24 soat ichida xabardor qilishi lozim. Bu yerda xabarnomada kechiktirib bo'lmaydigan holatlar aniq ko'rsatilishi lozim. Ya'ni tezda xatlash kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tezda tortib olinish kerak bo'ladigan bo'lsa, tortib olinib, bu haqida sud hamda prokurorga xabardor qilinishi kerak. Ya'ni tortib olinganligi bo'yicha, ya'ni olinganligi bo'yicha bayonnoma hamda ushbu qaror haqida xabardor qilinadi va nima uchun kechiktirib bo'lmaydigan holat deb holatni ham aks ettirilishi lozim. Mazkur xabarnomada tergovchi mol-mulkni xatlash to'g'risida qarorni, mol-mulkni xatlash bayonnomasi, zarur ko'chirma nusxalari ularni yuritish to'g'risida qarorning qonuniy tekshiruvchi ilova qilinadi deyapti. Keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, mazkur xabarnoma unga ilova qilingan material olgandan keyin sudya mol-mulkni xatlash amalga oshirilgani qonuniyligini 290 prim 1, prim 2 moddalarda 48 soat ichida tekshiradi, uning qonunligi yoki qonunga xilofligi to'g'risida ajrim chiqaradi. Agar qonunga xilof ravishda amalga oshirilgan deb topsa, amalga oshirish davomida olingan barcha dalillar ushbu kod 95 prim moddasiga muvofiq nomaqbul deb topilishi belgilanmoqda.
Bu yerda o'sha e'tiborga oladiganingda 48 soat ichida tekshirilish. Bu yerda prokuror tekshirmayapti, bu yerda faqat sudya tekshirmoqda. Prokurorda ushbu tekshirish hozir kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda vakolat emas, faqatgina unga xabardor qilamiz. Lekin sud 48 soat ichida tekshirishi lozim. Qonun deb topilsa, olingan barcha dalillar nomaqbul deb topiladi agar biz uni dalil sifatida olgan bo'lsak. Endi surishtiruvchi yoki tergovchi hukmning mulkiy undirishlarga oid qismiy ijrosini ta'minlovchi choralarni yoki mulkiy yo'sinda jazo qilgan taqdirda ishni yuritayotgan sud ajrim ularning zimmasiga bunday choralarni ko'rish majburiyatini yuklaydi deyilmoqda. Bu yerda e'tiborga olasizlar, 396-moddaning asosiy, ya'ni jinoyat ishi sudga kelib tushganda tekshirilishi lozim bo'lgan masalalar mavjud. O'shandan biri mulkiy undirishlarga oid choralar ko'rilgan yoki ko'rilmaganligini tekshiriladi. Agar ko'rilmagan, ya'ni fuqaroviy da'vo bor, lekin biror bir mol-mulk xatlanmagan bo'lsa, ma'lum shu mol-mulkni xatlash bo'yicha surishtiruvchi tergovchiga majburiyat yuklashi mumkin. Bu faqatgina jinoyat ishi sudga oshirilganda. Fuqaroviy da'voni qanoatlantirganda yoki boshqa mol-mulk undirishlar qo'llayotganda hukm qonuniy kuchga kirgunga qadar bashar ko'rilmagan bo'lsa, sud hukmning shu qismi ijrosini ta'minlaydigan choralar ko'rish haqida ajrim chiqarishga va ijrosini tergov yoki surishtiruv organiga topshirishga haqli deyilyapti. Bu yerda fuqaroviy da'vo qanoatlantirilyapti va boshqa mulkiy undirishlar qo'llayotganda hukm qonuniy kuchga kirgunga qadar deyilyapti. Chora ko'rish bo'yicha birinchi holat sud jinoyat ishi kelganda majburiyat yuklayapti. Ikkinchi holat esa sud tergov davomida agar qanoatlantirish masalasi ko'rilganda ijrosini ta'minlash bo'yicha choralar ko'rish haqida ajrim chiqarishi mumkin. Ya'ni ma'lum bir mol-mulkni xatlash bo'yicha, ya'ni hukmda fuqaroviy da'vo qanoatlantiriladi va ushbu hukmni ijrosini ta'minlash uchun tergovchi surishtiruvchiga majburiyat yuklashi mumkin. Endi diplomatik vakolatxonalarning binolardagi vakillarga mol-mulk xatlashda ushbu kodeksning 165-moddasida nazarda tutilgan tartib rioya qilinishi lozim, ya'ni daxlsizligidan kelib chiqqan holda o'tkazilishi lozim. Ya'ni faqatgina xatlanayotganda o'sha Tashqi ishlar vazirligi va prokuror hozir bo'lishi shartligi ko'rsatilmoqda. Ya'ni daxlsizligi ta'minlanishi lozim diplomatik vakolatxona organi xodimlari. Xo'p, qaytamiz 290-moddamizga. Endi 290-1 moddasi iltimosnomani ko'rib chiqish. Iltimosnoma bu yerda aytilyapti, tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Bilasizlar, tergov sudyamiz bizga yangi institut, yangi kirib kelgan, 2025-yildan faoliyatini boshladi. Tergov sudyasi bo'lmagan taqdirda esa O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar Toshkent shahar sudi raisining ko'rsatmasiga binoan boshqa tergov sudyasi yakka tartibda ko'rib chiqadi. Bu yerda e'tiborga oladiganingiz, tumanda tergov sudyasi ko'rib chiqadi yoki bo'lmasam o'sha viloyat sudi aniqlaydigan, rais aniqlaydigan boshqa tergov sudyasi yakka tartibda hal qiladi. Yakka va tergov sudyasi hal qilishi lozim. Endi iltimosnoma kelib tushgan paytdan boshlab 8 soatdan kechiktirmay yopiq sud majlisida ko'rib chiqiladi. Xo'p, 8 soat yopiq sud majlisi tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Ya'ni faktlarni sizlarga taqdim qilamiz. Sud majlisida prokuror zarur hollarda tergov surishtiruvchi gumon qiluvchi ayblanuvchi, shuningdek, agar ishda ishtirok etayotgan bo'lsa, himoyachi qonuniy vakil ishtirok etadi. Bu yerda ishtirok etishi shart bo'lgan holatlarda faqatgina prokuror va sud tergov sudyasi nazarda tutiladi. Qolgan holatlarda zarur hollarda deyilyapti, ya'ni ish holatidan kelib chiqib, ularning ishtiroki faqatgina sud tomonidan belgilanadi. Sud majlisini o'tkazish joyi sanasi vaqt haqida lozimli axborotlar o'tilgan shaxslar sud majlisiga kelmaganligi iltimosnomani ko'rib chiqish uchun monelik qilmaydi.
Ya'ni ular kelmasa, sud majlisini keyinga qoldirishimiz shart emas. Iltimosnoma ko'rib chiqish prokurorning ma'ruzasi bilan boshlanadi va protsessual o'tkazish zarurati asosida keyin taqdim etilgan materiallar tekshirilib, shundan keyin sudya ajrim chiqarish uchun alohida xonaga kiradi. Demak, ushbu moddadan biz bilishimiz kerak bo'lgan nimalar? Tergov sudyasi yakka tartibda yopiq sud majlisida ko'rib chiqadi va ajrimni alohida xonada qabul qilinishi va ushbu masala iltimosnoma ko'rib chiqilayotganda prokuror ishtirokining majburiyligi. Hop, 290 prim 2-moddamiz. Ya'ni iltimosnoma ko'rib chiqildi yoki mol-mulkni aqlash to'g'risida yoki mol-mulkni aqlashni rad etish haqida ajrim chiqadi. Ya'ni ikki turdagi ajrim. Yo rad etamiz, yo qanoatlantiramiz. Hop, har qanday ajrim asoslantirilgan bo'lishi kerak deb aytilyapti. Ikkinchi qismda xatlash to'g'risidagi ajrimda u kim tomonidan qachon qaysi ish bo'yicha chiqarilgan, nima maqsad, kimning muvaffaqatlanishi lozimligi ko'rsatiladi. Bu yerda e'tiborga olasizlar. Kim tomonidan, ya'ni qaysi sudya, qachon, qaysi ish bo'yicha, ishning raqami va kuni. Nima maqsadda, ya'ni fuqaroviy da'voni ta'minlash maqsadida yoki ashyoviy dalilni qo'riqlash maqsadida, ya'ni yo'q kelish oldini olish maqsadida. Kimning mol-mulki, ya'ni gumonlanuvchimi, ayblanuvchimi, sudlanuvchimi yoki bo'lmasam fuqaroviy javobgarniki. Hop, keyingi masala sudyaning mol-mulkni aqlash to'g'risida ajrimi eshitilgan paytdan e'tiboran kuchga kiradi. Sudyaning ajrimi prokurorga surishtiruv ijro uchun gumon qilinuvchi ayblanuvchi qonuniy vakilga, himoyachiga esa ma'lumot uchun yuboriladi. Ya'ni bu yerdan kelib chiqyaptiki, 290-moddada ijroni kimlar qilish? Ijro prokuror, surishtiruv tergovchi qiladi. Qolganlarga esa biz faqatgina ma'lumot uchun yuboramiz. Va kuchga kirish sanasiga e'tibor qilasizlar, bu yerda hech qanday 10 kunlik yoki boshqa bir muddat belgilanmagan, hukm o'sha ajrim e'lon qilingan paytdan boshlab kuchga kirishi belgilanmoqda. Xo'p, mol-mulkni xatlash to'g'risida iltimosnoma ko'rsatish haqida qaror chiqarilgandan keyin surishtiruvchi obyekt tomonidan garov reyestriga bir kun ichida tegishli yozuv kiritiladi. Mol-mulkni xatlash sud ajrimi chiqarilgan keyin esa qonunchilikka muvofiq vakolatli bo'lgan organlar tomonidan 3 sutka ichida shunday yozuv kiritiladi. Xo'p, e'tiborga olamiz. Iltimosnoma qo'zg'atish haqidagi qaror chiqarilgandan keyin biz garov reyestriga yozuv kirityapmiz. Iltimosnoma kiritilgan va qaysi mol-mulklar xatlanilishi yozilyapti. Endi ajrim chiqarilgandan keyin esa o'sha vakolatli bo'lgan organlar tomonidan 3 sutka ichida shunday yozuv kiritiladi deyilyapti. Ya'ni endi bu garov reyestriga o'sha tergovchi, surishtiruvchi tomonidan kiritilgan yozuvlar kiritilishi belgilanmoqda. Sudyaning mol-mulkni xatlash to'g'risida yoki mol-mulkni xatlashni rad etish haqidagi ajrim ustidan 72 soat ichida ayblanuvchi qonuniy vakil himoyachi tomonidan apellyatsiya tartibida shikoyat beriladi. Ajrim chiqarilgan kundan e'tiboran shu muddat ichida apellyatsiya tartibida prokuror tomonidan protest bildirilishi mumkin. Ya'ni shikoyat qilish muddati 72 soat. Prokurorga ham, nimaga ham. Ayblanuvchi qonuniy vakil himoyachi tomonidan. Bu yerda biroz nima bor, e'tiborga olasizlar. Faqat ayblanuvchi nazarda tutilyapti, lekin gumonlanuvchini ham biz mol-mulkni xatlashimiz mumkin fuqaroviy da'voga. Bu yerda fuqaroviy javobgar o'zi fuqaroviy javobgarni biroz tushirib qildirilyapti. Bu albatta qonunchilikdagi bo'shliq hisoblanyapti. Olasizlar. Apellyatsiya shikoyati protestdan ajrim chiqargan sud orqali beriladi. Mazkur sud 24 soat ichida ularni materiallar bilan birga apellyatsiya instansiya sudiga yuborishi shart. Ya'ni Yayban tumani jinoyat ishlari bo'yicha Yayban tuman sudi ajrim chiqargan bo'lsa, ushbu ajrimni biz ularga ajrim ustidan apellyatsiya
Shu yaypan ichki ishlar bo'yicha yaypan tuman sudiga beramiz. 72 soat ichida. U yaypan tuman ijro ishlari bo'yicha yagona tuman sudi protestni yoki shikoyatni olgandan keyin 24 soat ichida, ya'ni 72 soat tugagandan so'ng 24 soat boshlanadi. E'tiborga olasizlar, agar 5-soatdayoq, misol 10-soatdayoq shikoyat bersanglar, bu 72 soat tugashi kutilishi shart. Bu majburiy element hisoblanadi. 72 soat tugaydi, keyin 24 soat ichida apellyatsiya instansiyasi sudiga, ya'ni viloyat sudiga, Farg'ona viloyat sudiga yuborilishi kerak. Xo'p, endi 72 soatdan kechiktirmay yakka tartibda ko'rib chiqishi kerak. 72 soat shikoyat berish muddati, 24 soat jo'natish, 3 kun, 4 kun va 72 soatda ko'rib chiqish kerak. Yana 3 kun. Bu degani xatlash to'g'risidagi ajrim chiqarilgandan boshlab agar shikoyat berilsa, jami 7 kun muhlat ketadi. Xo'p, endi xatlash to'g'risida ijrosi to'xtatib turilmaydi. Ya'ni shikoyat berdingiz, ijrochiga borib shikoyat qilish mumkin emas. Ijrosi to'xtatib turish masalasida albatta bu xatlanadi. Apellyatsiya u apellyatsiyada ko'rilayotgan bo'lsa ham. Apellyatsiya sudi ko'rib chiqib, yo o'zgarishsiz qoldiradi, qanoatdan qilmadi yoki bekor qilib, o'sha ajrimni bekor qilib, mol-mulkni xatlashga rozilik beradi. Xo'p, mol-mulkni xatlash rad etilgan taqdirda mazkur masala bo'yicha takroran sud mol-mulkni xatlash rad etilgan taqdirda, ya'ni yangi asos keltirilishi kerak. Oldingi iltimosnomani olib turib, yana shu iltimosnomani kiritish taqiqlanadi. Ya'ni asos yangilanishi lozim. Bitta asos bilan qayta kiritish taqiqlanadi. Xo'p, keyingi moddaga o'tadigan bo'lsak, 291-modda mol-mulkni xatlash bayonnomasi, ya'ni xatlangan mol-mulk 90-92-moddalar talabiga rioya qilgan holda 2 nafardan kam bo'lmagan xolislar ishtirokida bayonnoma tuziladi. Ya'ni xatlashdan oldin, o'sha reyestrga kiritishdan oldin bayonnoma tuzamiz. Bayonnoma tuzishda 90-92-moddalar, ya'ni kim tomonidan, qachon, qaysi mulkni o'ziga xos jihatlari keltirilishi kerak. Mana bayonnomada xatlangan barcha mulkdan nomi, o'lchovi, og'irligi, eskirish darajasi boshqa o'ziga xos belgilar sanab o'tilib, mol-mulkni xatlayotgan shaxsga va bayonnoma kiritgan mol-mulk uchinchi shaxslar tegishli haqida arzlar bayon qilinadi. Ya'ni biz uchinchi shaxslarning ham mol-mulkni xatlashimiz mumkin. Bu plenum qarorida ketgan. Bu yerda o'sha arzlar deyilyapti. Agar uchinchi shaxsniki bo'ladigan bo'lsa, uchinchi shaxsniki deb nazarda tutib bayonnomaga kiritib ketilishi lozim. Mol-mulk olib qo'yilganda aynan nimaning olingani, qayerda yoki kimga saqlash uchun topshirilganligi bayonnomaga ko'rsatilishi kerak. Ya'ni biz saqlash uchun kimga berayotganimizni aniq belgilab o'tishimiz kerak. Mol-mulkni xatlash chog'ida uni yashirish, yo'q qilib yuborish yoki ishga urinishlar qilingan bo'lsa, surishtiruvchi yoki tergovchi tomonidan qo'llangan choralar ko'rsatilib, bayonnomada aks ettirilishi lozim. Odatda uni yashirish holatlari, bu holati yoki yo'q qilib yuborish, ya'ni xatlanganda borganda yo'q qilib yuborish, yoqib yuborish holatlari bor. Ushbu holatlarda nima choralar ko'rilgan? Ya'ni undan olib qo'yilgani yoki unga nisbatan qonuniy talablarga bo'ysunmaganlik to'g'risidagi javobgarlikka tortilgan masalalar yoki uni ma'muriy javobga, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilganligi yuzasidan ushlash, uni ushlab turish choralari ko'rilganligi albatta bu bayonnomada ko'rsatilishi lozim. 292-moddada e'tiborga olasizlar, ya'ni mol-mulk xatlangan to'g'risidagi bayonnoma nusxasini taqdim qilish majburiyati. Har qanday shu bayonnomani
o'shani egasiga yoki uning voyaga yetgan oila a'zolarining biriga ular bo'lmagan taqdirda esa o'sha mahalla, ya'ni fuqaroning o'zini boshqarish organ vakiliga topshirib tilxat olinadi. Bayonnoma demak yuborilishi shart. Xo'p, agar u korxona, muassasa, tashkilot yoki diplomatik vakolatxona hududiy mol-mulklar bo'ladigan bo'lsa, ushbu ma'muriyat yoki diplomatik vakolatxonasi vakiliga topshirib qo'l qo'ydirib olinadi. Oddiy shaxsga bo'lsa oila a'zolariga, voyaga yetgan oila a'zolariga yoki o'ziga yoki mahallaga beramiz. Korxonalar bo'lsa ma'muriyatiga qo'l qo'ydirgan holda. Endi 293 modda baholash masalasi. Xatlanayotgan mol-mulk surishtiruvchi yoki tergovchi tomonidan uning eskirish darajasini e'tiborga olib, baholash paytida mavjud bo'lgan bozor narxida baholanadi. Xo'p, zarur hollarda baholash mutaxassis ishtirokida yoki baholovchi tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni xatlayotgan mahalda baholanishi shart. Qaysi holatda, qanday eskirish holati bor? Albatta, bu keyinchalik uning yo'q bo'lib ketishi yoki eskirish holati yoki bo'lmasam fuqaroviy da'voni ta'minlayotganda o'z ahamiyatga ega. Pullar, obligatsiya, cheklar, aksiyalar, boshqa qimmatli qog'ozlar o'z qiymati bo'yicha hisobga olinadi. Ya'ni biz aksiyalarni qayta baholamaymiz, o'z qiymati, ya'ni hozir ayni paytdagi qiymatini saqlab qoladi. Hukmning fuqaroviy da'vo qismi ijrosini ta'minlash, mol-mulkni aniqlashda bayonnomadagi qiymat ziyonni qoplash uchun yetarli mol-mulk kiritiladi. Bunda mulkdor yoki mol-mulk egasining fikricha qaysi mol-mulkni bayonnomaga kiritish zarur deb hisoblash, shu mol-mulkni ko'rsatishga haqli. Bu yerda e'tiborga olisizlar, ashyoviy dalil emas, faqatgina fuqaroviy da'voni hukmning fuqaroviy da'vo qismini ijrosini ta'minlash uchun. Misol, fuqaroviy da'vo 300 million, unda Tahoe bor, Equinox bor, Malibu bor. Bunda biz uchtasini xatlamaymiz, faqatgina uchtasi ham agar 300 milliondan yuqori baholanayotgan bo'lsa, mol-mulk egasiga o'zini tanlovga beramiz, ya'ni qaysi mol-mulkni biz xatlashimiz zarur deb so'raymiz. Qaysi birini ko'rsatsa, biz o'shani xatlaymiz. Biz o'zimizcha Tahoe'ni xatlaymiz yoki Equinox'ni xatlaymiz deb tanlay olmaymiz. Shu sabab shunga e'tiborga olasiz. Bu faqatgina fuqaroviy da'voni ta'minlash uchun bo'lsa, agar Tahoe ashyoviy dalil deb topilgan bo'lsa, Tahoe'ni shunday xatlaysiz, uni tanlov sizda bo'lmaydi. Xo'p, 294-modda e'tiborga olasizlar. Xatlangan mol-mulkni olib qo'yish, saqlash uchun fuqarolar o'zini boshqarish organi yoki boshqa tashkilotlarga topshirilishi mumkin. Xatlangan mol-mulk mulkdorga yoki mulk egasiga uning voyaga yetgan oila a'zo biriga yo boshqa shaxs saqlab turish uchun qoldirib, ushbu mulk saqlanishi qonunda nazarda tutilgan javobgarlik tushuntirilgan. Bu haqda tilxat olinadi, nazarda tutilyapti. Xo'p, xatlangan mol-mulk sizlar bilan aytdik, tasarruf etilishi, ya'ni foydalanish cheklanib olib qo'yilganda biz mahallaga yoki o'sha 21-74 yo'riqnoma belgilangan tashkilotlarga beramiz. Agar biz faqat tasarruf etishni cheklab qo'ygan bo'lsak, tasarruf ya'ni sota olmaydi, hadya qila olmaydi bo'lsa, biz uni egasiga saqlab turish uchun topshirishimiz mumkin, faqatgina yo'q qilib yuborilmaslik nimasi bilan va javobgarlik haqida tushuntirgan holda. Xo'p, keyingi nimaga o'tadigan? Bank muassasasida saqlanayotgan pullar, shuningdek davlat zayon, obligatsiya, aksiya va boshqa qimmatli qog'ozlar olib qo'yilmaydi, lekin mol-mulk xatlangan bo'lsa, qaror ajrimni olish bilanoq xarjlash operatsiyasi to'xtatib qo'yiladi. Ya'ni bizda o'sha bank hisob raqami xatlandi degani, ya'ni ushbu hisob raqam bilan bo'ladigan har qanday operatsiyalar to'xtatilishi nazarda tutiladi. Biz u misol tariqasida ayblanuvchining misol jinoyat Farg'onada sodir etdi, lekin uning mol-mulki Qoraqalpog'istondagi bitta bankni hisob raqamida turibdi. Biz u pullarni Farg'onadagi hisob raqamga o'tkazmaymiz, balki o'sha qarorimizni yuboramiz. Qoraqalpog'istondagi bank ushbu hisob raqamini to'xtatib qo'yadi va u bilan bog'liq hech qanday operatsiya amalga oshirilmaydi. 295-modda oqlov hukmi qonuniy kuchga kirganda, oqlov hukmi deyilyapti. Jinoyat ishi tugatilganda, ya'ni fuqaroviy da'vo tasdiqlanmagan nazarda tutilyapti, ya'ni
tergov mahalla jinoyat ishi tugatilyapti. Oqlov esa sud bosqichida. Shuningdek, fuqaroviy da'vogar o'z da'vosidan voz kechganda hamda fuqaroviy da'voni qanoatlantirish yuzasidan ko'rilgan choralarga sabab bo'lgan asoslar bartaraf etilgan boshqa hollarda mol-mulkni xatlanganligi bekor qilinadi. Oqlov chiqishi kerak, reabilitatsiya qilish uchun asoslar bilan jinoyat ishi tugatilgan bo'lishi kerak yoki da'vodan voz kechgan bo'lishi kerak yoki boshqa pul bilan u o'sha yetkazilgan ziyonni qoplagan bo'lsa, xatlanganlik bekor qilinadi. Bunda garov reyestrdan mol-mulkni xatlash to'g'risidagi yozuv chiqarib tashlanadi, ya'ni xatlangan mol-mulklar ro'yxatidan chiqarib yuboriladi. Xo'p, demak, savollar bormi xatlash masalasi yuzasidan? Savollar bo'lmasa, kattakon rahmat sizlarga.